Hop, assalomu alaykum, hurmatli Petrichem Agro kuzatuvchilarimiz. Mana g'alla o'rim kunlari ham yetib keldi. 26-yil, bugun 29-may bo'ladigan bo'lsa, mana biz Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi Temur og'a fermer xo'jaligi g'alla maydonlarimidamiz. Mana g'alla o'rimi ham boshlandi. Respublikamizda birinchilardan biri mana Akmaljon g'alla o'rimini boshladik. Xirmonga baraka endi. Umringizga baraka. Hormang endi, charchaman. Qanday mana Petrichem Agro bilan biz yangi mijozimiz ekansiz, ha? Mana Zafarjon biz agronomimiz. Shuni yanvar 11 yildan beri paxta g'allachilik bilan shug'ullanib kelaman. Mana bu yil yanvar oyida Petrichem Agro kompaniyasini borlari haqida eshitib, mana Zafar aka, Farhod akalardan maslahat olib ishladik. Bu yil mana 90 sentnerga chiqdi g'allamiz. Xudo xolasa. Endi kamchiliklarimiz bor o'zimizda ham. Uni to'g'rilab 120-130 sentnerga chiqarish niyatini. Akmaljon, mana endi rahmat. Siz iqror bo'ldingizda. Mana shu joylarda bu 90 sentner deb qo'ydik xolosda. Aslida bu Alekseyevich navi. Shunday ham. Alekseyevich navi. Ana barg orqali oziqlantirish, prezidentimiz aytganlarida iqtisod qilib hosildorlikni oshirish. Shunga biz ozmi ko'pmi siz dalangizda ham erishdik deb o'ylaymiz. Nima dedingiz o'zingiz haqiqatan ham mana Zafarjonni, Farhodjon, mana bu mutaxassislarimiz Petrichem Agroni birga bilan tavsiyalari bilan ishlaganda iqtisod variantida ham ekonom bo'ldimi? Nimamiz? Yaxshi, juda samarali. Preparatlardan ham, samarasidan ham, samaradorligidan ham xursandsiz. Shunday ham. 100 sentnerdan oshirmoqchi edik nasib. Niyatimiz shunday edi. Bir xatomiz sababli mana 10 sentner hosil yo'qotdi. Yo'qotdi edik. Hali o'shani saqlab qolmoqchi, ekonom qilmoqchi edik, mana bu yoqdan chiqib ketdi. Demak, o'sha g'alla boshoqlaganda endi qilaylik Akmaljon. Mana oxirgi ishlovimizni mana Zafarjon ham aytayapti. Shukrul aka, oxirgi ishlovimizni bera olmay qoluvdik degan gap bo'ldi-da. Ana o'sha oxirgi ishlovda demak biz Sherobod tumanimiz mana bu kasallikka, nafaqat zang kasallik deganda g'allada septorioz bor, dog'lanish bor, unchundiring deymiz va hokazo. Bularga qarshi ivani oziqlantiruvchi oxirgi o'sha avvalo 0,40-48 larni me'yordagisini ishlamay qolganimiz bizni 10 sentnerimiz yo'qotyapti o'shanda. Avvalonda ishladik. Undan keyingi mana septoriozga qarshi, Zafar aka aytgandek tripsga qarshi o'shalarda juda ishlashimiz muhim ekan. Biz shuni sal loqaydlik qildik. Kechiktirildi. Ekonom qilmoqchi bo'ldik, to'g'rirog'i mana endi afsusdamiz. Endi mana ko'p aytamiz, zararkunandalar mana g'alla tripslari, shiralar 5-7 sentnergacha hosildorlikni yo'qotadi. Zang kuchli tushganda 30-40 sentnergacha hosilni yo'qotadi deb aytib boramizda. Mana hasbona miqdorini aytamiz. Bularga qarshi zararkunandalarga vaqtida ishlov qilindi. Lekin mana hosildorlikni biz yo'qotib qo'yayotgan, mana biz ko'chatimiz bor. Xudo xolasa Alekseyevich bo'lsa, boshqa Alekseyevichlardan buni hozir farqi bor-da, to'g'rimi? Akmaljon, mana hozir o'rim ketyapti, mana hozir kombayn bor bu g'alla maydonimizda. Ana g'alla o'rilgandan keyingi g'allani yaltirashi, tosh bosishida ham farq bormi, yo'qmi? Farq juda katta bor. Mana bayroq barglarimiz o'shani sepmaganimiz evaziga birdan qurib qoldi-da. Ertaroqda. O'sha bu barglardan kuchini ololmay qoldi bo'lar. Oxirgi ishlov bo'lmaganligi hisobiga. Lekin shu holatda ham tarozi bosyapti, deymi? Mana kamazlarimiz 11 tonna, man kamazlarimiz kecha mana 15 tonnagacha chiqyapti, 14 tonna. Alloh barakotli qilsin. Akmaljon, mana yangilik bilan ishlaymiz, xudo xolasa. Mana g'allalarimizni ishladik. Endi paxtalarimiz, mana takroriy ekinlarimiz, kuch-quvvat sizga, dehqonchilikka baraka bersin. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.